Salom buyuk olmas. Menga yo'lingni berganingiz uchun sizga rahmat. Sen ko'rgan hozirgi narsa bu shunchaki illyuziya. Haqiqiy yo'li bog'ini topish uchun senga Kunlunning to'liq oynasi kerak. Shundan so'nggina bog'ni topa olasan. Iltimos, menga ko'mak bering. Sen oliyjanob imperatorsan. Hech kim bilan ishing bo'lmasin. Faqatgina Xongidan tashqari, u jinlar shohi. Lekin u joy 100 yil oldin ajdodlarimiz tomonidan vayron qilingan. U shunchaki uxlab yotibdi. Agar birinchi bo'lib yo'li bog'ini u topsa, u bizdan ham kuchayib ketadi. Va bu dunyoda unga teng keladigani qolmaydi. Bu yuzni eslab qol. Agar abadiy yashashni istasangiz, meni o'lik tanam ustidan o'tishingiz kerak. Yo'li bahora. Hazrat oliylari, sizga nima bo'ldi? Hazrat oliylari kechalari dahshatli tushlar bilan azob chekdi. Va Feyu qo'riqchilari uni himoya qila olmadilar. Barcha Feyu gvardiyachilari jazo uchun yon zal tashqarisiga to'planishdi. Marhum imperator poytaxtdagi jinlarni yo'q qilish uchun Feyu gvardiyasini tashkil qilgan. Va endi sizlarni davringizda jinlar yotoqxonamgacha bostirib kirdi. Hazrat oliylari, iltimos g'azabingizni tinchlantiring. Men o'limga loyiqman. Feyu gvardiyasini tarqatib yuborishim kerakmi yoki sizlarni saqlab qolaymi? Hazrat oliylari, Hazrat oliylari, Hazrat oliylari. Iltimos, meni kechiring, Hazrat oliylari. Iltimos, jonimni asrang. Bu yerda kim Binju? Hazrat oliylari, men Binjuman. Bugundan boshlab Feyu gvardiyasida jin qotili vazifasini o'taysan. Ushbu nishon bilan barcha viloyatlarda jinlarni o'ldirish uchun